Assalomu alaykum barchaga. Ravshan TV kanalining qadrli obunachilari. Stol stulda sifatli, arzon, optim joyda olaman deb yurgan aka-uka opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, Abdulaziz xonadoniga yetib keldik. Abdulaziz o'zi ko'pchilik tanib qoldi. Shu ko'rib turgan stol stullari egalariga bir voshdan chiqib ketadi. Mashinalar o'chiribda turibdi. Hozir bu yerda bitta, nari tomonda yana bitta katta yuk mashina turibdi. Video olib bo'lganimizdan keyin xudo xolasa bir voshdan shu ko'rib turgan stol stullaring chiqib ketadi. Eng yaxshi tomoni tez tayyor bo'ladi, ham arzon bo'ladi. Abdulaziz o'zidan so'rab o'tamiz. Hozirgi kunda qanaqa yangiliklar bo'ldi? Assalomu alaykum. Abdulaziz, charchamayapsiz? Sizsiz charchamay kelyapsizmi? Rahmat. Oilaviy charchab qolmayapsizlarmi? Rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz? Charchamay. Narx tomonlama ham ancha arzon bo'lyapti. Xudo xolasa xuddi shunaqa bo'lyapti. Xo'p, yangiliklar qanaqa bo'ldi? Hozir yangiligimiz, qayerga olib ketadi? Bularni Toshkent bekatiga ketyapti. To'yxonaga tayyorlab berdik. Xudo xolasa xuddi shunaqadan 30 komplet bo'lyapti. Xudo xolasa 30 komplet. 30 komplet xuddi shundan bo'lyapti. Stullari 400 ta atrofida bo'lyapti. Stollari 25 ta bo'lyapti. Demak, to'yxonaga. To'yxonaga bo'lyapti. Xudo xolasa o'zimiz hozir kamazlar ham kutib turibdi. Siraz yuklab joylaymizda. Ertaga o'zimiz ham borib, bir yo'l o'rnatib kelamiz. Ha, o'zi o'rnatib berib kelinadi. O'z YouTube profilimizga joylaymiz, yana o'rnatilgan videolarni ham qo'yib boramiz. Xudo xolasa Telegram kanallarimizga ham qo'yapmiz. Bu yerda ko'rsalaring bo'ladi. Ana pardali qilib, chiroyli qilib machalkalarni ham bittasini olingda. Ish tekizlik tomonlama mana ko'rsalaring bo'laveradi. O'ta chiroyli holatda chiqqan kraskalari ham joyida. Zo'r qilib berilibdi. Bo'lib ham yong'oq yog'ochda bo'ldi bu. Yong'oqda bo'ldi. Yong'oqda bo'ldi. Zakaz shunaqa bo'lgan. Xudo xolasa shu to'yxonaga 320 mingdan stolini bir donasini yong'oq, stolni 800 ming so'mdan qilib berildi. Stolni oyog'ini ko'rsangiz ham ancha katta bagati ishlangan, bemalol ancha yil xizmat qiladi. Baquvvat bo'lgan. Xudo xolasa qimirlamaydi, boshqa bo'lmaydi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Xudo xolasa olib borib yana qatirib o'zimiz chiroyli qilib o'rnatib kelib beramiz. Orqalarini ham pardali qilib, high-tech holatda ishlab berdik, atashento materiallar qo'yib berdik. Bemalol ishlatishsa, bemalol 5 yil, 10 yil to'ylarni kuzatib, bemalol xalq xizmatini qilsa bo'laveradi. Xo'p, navbatda ishimiz qanaqa? Bunimiz 24 kishilik kapalay fasonli komplektimiz. Buni Qo'qonga, xudo xolasa zakazga tayyorlaganmiz. Oldingi videolarimizdan ko'rib, zakaz qilgan mijozimizga, xudo xolasa bugun buni ham olib borib o'rnatib kelinadi. Demak, bu Qo'qonga. Bu Qo'qonga. Machalkalari ham baquvvat bo'lgan, mana ishimizga o'zimiz qaytib ishlaydigan machalka qo'yilyapti. Cho'kib qolmaydi. Xuddi shunaqa. Xo'p, bu o'rtasidan bo'linadigan. Ha, o'rtasidan bo'linadi. Xon taxtamiz ikkiga bo'lib bemalol ishlatilaveradi mana. Ikkiga bo'lib ham ikki tuyga qo'yib ishlatilaveradi. Shuning uchun to'rt burchak qildik, ikki tuyga bo'lib ishlatamiz degani uchun. Buni narxini aytib o'tadigan bo'lsak, Ravshanbek aka 12 million so'mga qilib berdim. 24 taligini yong'oq yog'ochda bo'lyapti. 12 million so'm. Arzon chiqdi. Materiallari ham turetskiy mo'shli materiallar qo'yilyapti. 12 sm machalka qo'yilyapti sidinasi. Stol fasoni, kapalay fason. Xonini aytib o'tadigan bo'lsak, M deb ishlanyapti. Suv tegsa ham bemalol artib ishlatilaveradi. Ishlatsa bo'laveradi. Xuddi shunaqa. Xonin uzunligi ham 6,5 metrga 120 bo'lgan 4 ta bir xil oyoq qo'yib berganmiz. Oyoqlari. Mana oyoqlarni ham ko'rsangiz bo'ladi, baquvvat tomonlama zo'r chiqibdi. Xo'p, navbatda ishlarimiz-chi? Navbatda birinchi hamyonbopdan boshlaylikmi? Bo'laveradi. Bu yoqda mana hamyonbop ishlarimiz bor, xudo xolasa. Mana lisva yog'ochda bo'lyapti. Hollarni ham bemalol xon taxta. Buni egasi bormi? Buni egasi bor. Qo'shni Qirg'izistonga, o'zimizning klientimizga, shu optim magazinimizga chiqaryapmiz. Bundan bular ponni yoqqa ketyapti. Bu tomondagilar. Bu qator ponni ketadi. Bu qator ponni ketadi. 4 komplet. Bundan buni xudo xolasa Ravshanbek aka narxini o'ta chiroyli qilib beramiz. Yana hayitga chiroyli qilib aksiya qilib beraman sizga, chegirma qilib beraman. Xonini aytib o'tadigan bo'lsa 275 ga 110 bo'lyapti. MDF bu ham. Oyoqlari xon taxta bo'ladi. Betini ham shunaqangi gulli qilib o'yma qilib beryapmiz. Stol buni machalkasi 10 cm gacha qo'yiladi. O'zi ko'rsangiz ham baland chiqadi. Xudo xolasa ishlovlariga ham gap yo'q. Narxini aytib o'tadigan bo'lsak 3,5 million so'mga qilib beryapmiz. 3,5 million. Orqalarini ham splashnoy pastigacha qoplab beryapmiz. High-tech qilib orqalarini yumshoq qilib beryapmiz. Xuddi shunaqa oyog'i bilan bo'lsa 3,5 million. Hali rasmlarda ko'rgan bo'lsangiz oddiy lisvada oyoqlar bor, ular bilan 3 million 300 ming so'm. Bu tomonlarni ham yopib qo'yilgan ekan. Bu tepalarni ham mana ko'rsangiz ancha bagati, yumshoq ishlanyapti. Bemalol xizmat qiladi, qulayligi ham yaxshi. Xudo xolasa. Ko'proq ijtimoiy tarmoqdan shu YouTube'lardan ko'rib ham zakaz qilishyapti deganda klientlarimiz. Xuddi shunaqa bo'lyapti. Yetkazib berilyapti, ishonch tomonlama chiroyli holatda yetib boryapti.
Navbatda ishimiz. Bunisi shu lisva qoplamamizning gulli varianti. Aha. Qolgan yerlari bir xil. Spinkasi 3 santimetrlik machalka qo'yib attachento ishlangan. Sidinasi ham 10 santimetrgacha qo'yilyapti machalka. Mana qaytib ishadigan machalka mana. Sirazi mana qaytib ishadi machalka. Ha. Xudo xolasa konkretniy chiroyli qilib berilyapti. Xonning razmeri buniki ham 275 ga 110, 120 qilib beriladi. Xolasa razmeri xon taxta bo'ladi. Narxini aytib o'tadigan bo'lsak, bunaqangi qavatli oyoqlari bilan kapalar fasondagi ishlarimiz oyog'i bu ochiq gap, qimmat oyoqlardan. Shunisi bilan 3 million 100 ming so'mdan qilib beraman. 3 million 100 ming so'm bo'ladi. Chegirma hayitga ham bu pul mana orqasini ham ko'rsatib qo'yamiz, pardali ishlangan. Pardali, o'ta go'zal. Xudo xolasa chiroyli ishlar bo'lyapti. Hammasi puliga yarasha xizmat qiladi. Puliga yarasha xizmatini qiladi hammasi. Bunisi Cobra fasonli Cobra Monika komplektimiz. Machalkasi 12 sm qo'yilgan buni mana. Qaytib ishadigan machalka. Spinkasi ham 3 sm machalka qo'yib Chester attachento materiallar bilan qoplangan. Orqalari ham pardali holatda ishlangan. Taylarni bitta ko'rsatib qo'ying, pishiq tomonlama qanaqa bo'ldi deganlarga. Yog'ochlari yong'oq, xudo xolasa. Zo'r chiqdi. Buni narxini aytib o'tadigan bo'lsam, ko'pincha o'z bilan ham qo'ydik, 6 million 200 ming so'mdan qo'ydik. YouTube foydalanuvchilariga doim olib boradigan mijozlarimizga 5 million 950 ming so'mdan qilib beramiz. Aksiya narxi. Aksiya eng arzon 30 kampli 20 kampli oladigan klientlarimizga qilib berayotgan narximiz. Ko'pchiligiga hayitli bo'larganda hayitli ham bo'lib qoladi. Xudo xolasa bayramga. Xuddi shuni baqateralari bor, 5 million 400 ming so'mdan qilib beramiz. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Xuddi shu ko'rinish. Materialda farqi bor. Materialda yog'ochida farqi bo'ladi xolos. Bunisi mana 12 kishilik komplektimiz. Yong'oq kapalar fasondagi atirgul deb qo'yamiz. O'rtasi plankali, o'rtasida ham naqshlari bor, xudo xolasa chiroyli qilib ishlanyapti. Buni ham mana shu narxida 50 ming so'm xolos, raznisi 6 millionga qilib beraman. 6 million so'mga qilib beriladi. Chiroyli qilib, xonlarni MDF qilib beraman. Xuddi shunaqangi yangilik qilib qo'ydik, oyoqlarini ham. Oyoqlari ham chiroyli. Xolasa xuddi shunaqangi qilib beraveramiz. 6 million so'mdan yong'og'ini, 5,5 million so'mdan baqateragini qilib beraveramiz. Xo'p, mana do'stlar, ko'rib turgan endi yangi joy qilib qo'yishgan Naves. Nari tomonlardan ishlab chiqarilib, oxirgi darajaga kelib, batdan yuklanish joyiga chiqib ketadi. Shopirlar yuklab olib chiqib ketishaverar ekanda. Etap ketilaveradi. Mana bunisini kafega qilib berganmiz. O'tgan hafta 130 ta qilib jo'natdik. Ozroq kamlik qildi. Bunaqangi xonadan 4 ta qilib, yana 30 ta stul qo'shib berdik. Bu qayerga endi? Bu Jizzaxga. Jizzaxliklarga ketyapti bu. O'ziga foydalanishga ham xonadonga? Yo'q, kafega. Kafega. Kafelarga qilib berdik. 130 solodi, yana 30 ta qo'shyapti. O'ta go'zal chiqdi. Mana optoda ham shunaqa yaltirlayapti. Opa-singillar. Sifatiga ham gap yo'q. Zo'r mana. Machalkalari ham chekkalari bilan to'lila bo'libdi mana. Chekkalarigacha atroflari sifat zo'r. Mana pasini ham ko'rsatib beramiz. Ochib ko'ringda, shu yerda ana. Tayoqingizni ham ko'rsating-da mana. Mana qaytib ishadigan machalka. Zo'r. Balandligini ko'rsanglar ham ancha baland mana machalka. 12 sm. 3 ta oyoq qo'yib berilgan. Bunga 3 ta qo'yib berganman. Xon 4 metr, 4,5 metr chiqadi. 18 talik stul. Narxini aytib o'tadigan bo'lsam, 10 million so'mga qilib beraman. 10 million so'mga qilib beraman. 18 talik. Zo'r. Chiroyli yong'oq yog'ochda bo'lyapti. Donasi necha pul chiqadi stolda o'zi? Stulni bir donasi 480 ming so'mdan chiqadi. Zo'r, puliga yarasha narsa bo'lib, shohona, ajoyib go'zal narsa bo'lib, chok-choklariga kelib. Buni optim oladiganlarga 470 ming so'mdan qilib beramiz. Qilib beraveradi. Ha? Bunisi mana to'yxonaga qilib bergan stulimizni materialni boshqacha qilib berdik. Bunisi ham zakaz, xudo xolasa chiroyli qilib beryapti. Xuddi shunaqangi yangilik oyoqlari bilan buni ham 5 million so'mdan qilib beraman. Yog'ochi nima deydiganlarga yong'oq bo'lyapti yog'ochi, spinkasi 3 sm machalka bilan attachento materiallar bilan chester qilib ishlanyapti. Sidinasi ham 9 sm machalka qo'yilyapti. Konkretni chiroyli qilib beryapmiz. Orqalari ham shunaqangi pardali holatda bo'lyapti. Qo'shlari ham katta, zo'r. Mana bu yoqda o'zi ko'rsatib qo'ysiz ham to'yxonani tayyor stullari turibdi. Hozir siraz obzordan keyin yuklab joylab yuboramiz. Chiroyli qilib o'raldi. Chiroyli qilib upakovkalar qilib qo'yilgan. Chopirlar qarab turishibdi. Videodan keyin sekin yuklab olib ketilaveradi. Yuklab yuboramiz. Bu tomonda mana karkazlar turibdi. Materiallarni ko'ryapsizlar. Endi tiniq butaqa yo'q, yaxshi materiallardan foydalanishadi. Aytib o'tganimizdek o'zlari oilaviy yasashadi. Shuning uchun arzon ham sifatli chiqadi. Agar ish ishlatib, joy ham arenda ko'p joylar nima o'ylaydigan bo'lsa, ancha sifat tomonlama yo narx tomonlama oshib ketadi. Shunga ham e'tibor berasizlar. Xo'p, Abdulaziz nomerini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Kanalning silkasini ham qoldiramiz. Yuklangan va aka borib tushirilgan videolarni o'zlarining kanallaridan ko'rsalar ham bo'ladi. Bittadan like bosib, obuna bo'lib, shu stul olmoqchi bo'lgan
qarindosh urug' do'stlaringga podlisa qilib qo'yasizlar.